Assalomu alaykum hoji aka, videoni boshidan yurakdan bitta like qizartirib mixlab qo'ying. Hoji aka, yurakdan bo'lsin like deb yurakdan emas. Bugun katta partiyada qo'yib berganmiz. O'ta katta partiyada. Bu birinchi ko'ramiz Zafar aka. Cheksiz qo'y. Cheksiz qo'y. Bu birinchi ko'ramiz. Yana bitta ko'ramiz bor-da, ikkita filial ochdik. Qo'y вообще cheksiz. Gap yo'q. Ishonavering, ko'p qo'ylar. Sardorbekning yangi bitgan qo'rasidan bu akalar, mana bu qo'ylar tugatib bo'lmaydigan, xudo xolasa kimga nechta kerak bo'lsa mana yerda zotli qo'chqorlar bitta qo'rada ekan, aytdingda. Avg'oni ham bor, arashani ham bor, liniyaligi ham bor, hammasidan bor. Mana akalar, haqiqiy O arashanni qara, Afg'onda. Mana. Bu arashan. O Afg'on, zo'ridan zo'rlar. Afg'on arashan Libboy turida Edilpaydan ham bor. Xohlagan qo'ylaringni topasizlar. Sardorbekda o qo'y fermalaridan. Iminni Sardorbek qo'y fermalarida 300 taga yaqin qo'ylari bor ekan. Bemalol telefon qilinglar, to'xli deslarni hamma turidan qilib beradilar. Hammasidan. Yarichka quloq, shalpon quloq qo'ylardan shoshilib telefon qilaverasizlar. Hozir xudo xolasa ko'p cho'zmagan holda biz nima deydi? 10 ta, 15 ta, 20 ta qilib partiya qilib chiqib video qilamiz. Xudo xolasa syomka barra qo'zi, to'xli hammasidan bor, Sardorbek. Hammasidan bor. Oxirgacha ko'rib turibsiz. Oxirgada ko'rib like bittadan qizartirib, yurakdan mixlab qo'ysin, biz qo'ylarni ko'raylik. Ketdi yo'masam. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari, akalar, syomkalarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz akalar. Yarichka qo'zini zo'rlarini olib kelib tinmay sotyaptirgan Sardorbekni qo'y fermalariga kelganmiz akalar. Hammalarning kunlari xayrli, barakatli bo'lsin deya biz videolarimizni boshlaymiz. Ma'lumotni Sardorbek beradilar. Assalomu alaykum obunachilar. Zafar aka keldingizmi? Qalay Sardorbek? Yaxshi rahmat. Videoni boshidan bittadan like mixlab qo'ysin Zafar aka. Yaxshilab joylashib olsin. Bugun o'zgacha video bo'ladi. Qattiqlari ketdi. Videoni ko'rib bor, tomosha qilib, mazza qilishadi. Haqiqiy mazza qilishadi. Bugun shunaqa video qilamiz. Nech bosh qo'y keldi? Bugun 200 ta, 300 ta bag'da ikkita filialimiz bor. Ikkovini to'ldirdi. Ko'rdik, haqiqatan qo'ylar. Ikkovini to'ldirdi. O'ta katta partiyada qo'yib ketdi Sardorbek. Hozir ko'rsatgan qo'yimdan bitta emas. Undan 6 ta, eshitib turing. Bugun qo'yimiz cheksiz, mazza qilib, yaxshilab joylashib, bittadan like mixlab qo'ysin. Biz videomizni boshlayveraylik. Bo'lmasam, assalomu alaykum deb akalar. Videomizni boshlaymiz. Akalar, boshidan like deb bosib qo'yaveringlar. Chunki haqiqiy tozalari bo'ladi akalar. Bu qaranglar, jonivorlar, dumba razrezlari hamma yog'i cho'tki garbonusni qaranglar. Tozalaridan to'xliga o'tib qolgan variantlarni olib kelibdilar Sardorbek. Ishini qaranglar, jonivorlar. Haqiqiy monoqo'y hozirgi ushlagan qo'yim emas. Boshqa bu qo'chqor, u urg'och deydi. Akalar, ko'hrat qaranglar, ochiqligini. Bular yosh qo'zi hali. U qaranglar turuvini. 5 oylik qo'zi, quloq qarang, quloq alohida tegma, kalla alohida, garbonus. Misol aytishadi, oq quloq, oq tumshuq, oq ko'z deyishadi. Ana shu qo'ylar mana yetib keldi. Bu qaranglar akalar. Mana haqiqiy mazza qilib boqaman degan akalarimiz uchun qo'yamiz bu videoni. Chunki toza, bitta bodam guli bor ekan Sardorbek. Bodam gul. Bu qaranglar akalar. Buni bori, yaxshi qo'y olib boqamiz deyishadi. Bu qaranglar. Insho'llah tez jo'natib qo'yishsin. O'sha zo'ridan boqaman, 10 ta emas, 5 ta, 6 ta zo'ridan boqaman degan akalarimiz uchun. Bu qaranglar. Qo'zlarni garbonusligini tozalaridan. Sardorbek, nechta qo'chqor, nechta urg'ochi? 5 tasi urg'ochi buni. Bir donasi qo'chqor. Bir dona qo'chqor. Bir dona qo'chqor. Shu 5 tasi urg'ochi. Hammasi yeb ichishi, sog'lig'i, hamma yo'g'i joyida narsalar. Gap yo'q. Yosh oyliklarga keladigan bo'lsa, 5 oylik Zafar aka. Hatto yirik sog'liqlar ekan, baqa qo'nglar. Akalar, haligi u yoqda mashinkada qo'ydi junlarni olishyapti, shuning uchun bu yoqda olishga harakat qilyapmiz akalar. Yeb ichishini so'ramasa ham bo'ladi akalar, so'z isboti bilan bo'lyapti. O qaranglar, yeganda quloqlari tegib turibdimi? Tegib turibdi. Yeganda quloqlar o'tmini urishyapti Zafar aka. Mana akalar, haqiqiy to'xliga o'tib qolgan variantlaridan, oq yuz, oq quloqdan gap yo'q. Buni ko'p qo'ymaylar Sardorbek. Qo'ylar dangal o'zi chaqchoq teng bo'lib, yana qonni ochligidan ko'ryapsiz-ku. Qonni ochda uzoqqa borib o'tlarsiz kelyapti janivorlarni.
Yangi yetib kelgan. Bu xudo xohlasa. narxiga o'tiraylik, videoyimiz ko'p, o'ta jozolib ketadi, to'g'risi. Narxini gapiraylik. Hammasini bir joyga olishadi, unaqa 5 million, 5,5 million, 48, unaqa pullar yo'q. Aha. Necha puldan beramiz? 4 million 500 ming so'mdan ketaveradi. 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming so'mdan to'liq o'tib qolgan urg'ochi qo'zilar ketaveradi. Bitta qo'chqori mana. Mana akalar, necha oylik ular Sardorbek? 5 oylik. 4 million 500 ming so'mdan nima deyapti? Haqiqatdan mana bu qaranglar. So'z isboti bilan haqiqatdan ular to'xliga o'tib qolgan, unaqa barra qo'zi emas. Bu qaranglar. Buni qancha o'tib beramiz Sardorbek? Yo, buni oxirini qo'ydim. Zapar aka qo'yimiz ko'pda. Shuni oxirini qo'yib qo'ya qoldim. Akalar 4 million 500 ming so'm o'tib bering, endi sizga ham gapingiz bo'lib qolmasdi. Bu qaranglar. O'tib beraymi? O'tib bering. O'zi o'tib berish sen to'g'ri kelmaydi-yu, mayli. Obunachilar uchun bittadan like. Qo'yimiz ko'p-ku. Boshidan mixlab qo'yishgan qo'yin ko'p-ku, hammasini bozorini bersin, sotib olgin. Men ham havas qildim, mahincha qo'yib kelishdi. Men qo'ramda ham shuncha bo'lsin deb havas qilganlar bo'lsa, Zapar aka. Kommentariyaga unda yozib ketsin, 100 ming so'mdan tashlab beraman. 100 ming so'm. 100 mingni o'tib 4 million beraman. 400 dan. 4 million 400 dan. Akalar 4 million 400 ming so'mdan nima deyapti? Zapar aka, to'xtab turing. Aha, bu qaranglar. Dangal havas qildim, meni ham qo'ramda bo'lsin deb yozgan odamlar bo'lsa bari. Aha. O'shalarga ham yana 100 mingni o'tib beraman. Like bosib, kommentariyaga havas qildim, men qo'ramda ham bo'lsin uka, ammo vijdonan havas qildim deganlar bo'lsa, 4 million 300 dan. 4 million 300 ming so'mdan dastlabki qilib yetkazib beraman. Olsin. Toshkentga do'rmi? Toshkentga to'g'ri beraman. Oddiy o'ziga emas. Boshqa yoqlargachi? O'zbekiston bo'ylab qilib beraman, kelishilgan holda. Gap yo'q. Akalar 4 million 300 ming so'mdan haqiqiy arzon bo'ldi. Shoshilib telefon qilaveringlar. Mana shu qo'ylar adashmasdan yetkazib olib borib beradi. Unaqa u almashib qolib, unaqa emas. Videoga qarab olishsin. Videoga qarab Bittasiga almashib qolgan bo'lsa, ashqimiz bekariga. Gap yo'q. Mana qolib ketaveradi. Qolib ketaveradi, berishmay qo'yadi. Bo'lmasam keyingisiga o'tamiz, Sardor. O'tiramiz. Partiyamizga yirik soliq so'ragan akalarimiz uchun Sardorbek nech bosh bu yerda? Aka 19 bosh yirik yarichka udorini birinchi svetdagini so'ragan hojagalarimizga bu. Gap yo'q. Mana haqiqatan tozalaridan jungilar olingan, oq yuz, oq quloqidan boqaman qo'chqorni 5 ming dollar, 3 ming dollarlik qo'chqorim bor-u, qo'shganini sog'liq qidiryapman degan akalarimiz uchun mana sizlarga. Buni soni 160 tadan Aha. chertib 19 ta bir xil qilib xillab oldim. Xilida ajratib haqiqatan. Bo'yida bor, rosa farq qilsa 1 sm farq qiladi. Mana o'z ko'rib turibsizlar, mana o'z hammasi bir xil. Vesi ham tashli bir xil. Bularni ajratsang, o tanlab oladigan ichida yo'q o'zi aslida hammasi bir xil ekan. Yeni ham bir xil. Mana hammasi bir qo'ra qo'y. Hop, mazza qilib boqaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. 19 bosh ekan. Nabodanda qo'chqor, hop, qo'shib bering deganlar bo'lsa, qo'chqordan ham muammosi yo'q, qo'chqorda ham tiniqlari bor. Mana bu Sardorbekni qo'ralarida lim qo'y. Xudo xolasa 200 tadan oshiq qo'y bor, chertib Sardorbek. Bunga qo'yimiz o'ta seroq. Chertib tanlab kelganman. Zo'ridan zo'ri. Bittadan like bosib tursa, bunaqa manzarani bor, bundan ham chiroyli manzaralar chiqaramiz. Gap yo'q. Misol mononi ko'rib bor, Aha. qo'y olishmasa ham miyalari dam olib, cho'pak-chavaradan qilib manzara qilib chiqaramiz. Gap yo'q. Akalar havas qilganlar bo'lsa bittadan like-ni ayamaymiz. Like bossalaring bizdan haligi nima deydi, sizlardan pul olib bizga berib qo'ymaydi. Prosta mana videomiz keng tarqalishiga, kimgadir yetib borishga o'z hissalaring qo'shilib, haligi u mehnatimizni qadriga yetgan bo'lasizlar xolos. Zapar aka yana bir gapda o'sha gapni Aha. davomida aka. Aha. Like bosib qo'ysa, ulardan pul olmaydi aka. Bizga bir so'm berib ham qo'ymaydi. Prosta monondaqa bormi, monondaqa toza narsalarni kimdirlar qidirib yuribsiz-da. O'shalarga yetib borishga xolos like, boshqa narsaga emas. O'shalarga yetib borsa, ular ham xursand bo'lishadi-da. O'shalarga bitta qissalarni qo'shib qo'yishadi. Bular bo'g'oz qisirligini qanaqaga beramiz? Zapar aka bular birinchisiga qochadi. Birinchisiga qo'shib olishadi o'zlari zo'rini. Bular nechgacha Sardorbek bu yerda? Bular 2 tish, 4 tish, 6 tishi bo'lsa qaytarib berish olsin qo'y. 6 tish ham yo'q bular ichida. 6 tishi bo'lsa qaytarib berish olsin o'zimga qo'y. Ana akalar, lekin mana 4 tasi tuqqan qo'y. Libboy odamga borgandan keyin o'sha eng zo'r
o'sha mutaxassisni chaqirib ishini ko'rsatib, bemalol ko'rib olasizlar. Qo'y yoqmasa, bemalol qaytib olaveraman deyapsizlar Sardor Bey. Bo'yni ichidan ushlab chiqib, Aha. shuni ko'rsataveramiz mana. To'rga Endi o'tyapti bu. Misol Libboyini. Ama qirg'izni qo'yib basharasi sal qari bashararoq bo'ladi, bilasizlar? Libboyini gaparaga mana. 4 tushga endi mana chiqaryapti. O'tyapti. Bular bitta oila hammasi. Buni Gap yo'q. ichidan misol yoshini men tanlab tortib ishini ko'rsatganim yo'q. Mutaxassisga chaqirib ko'rsatib olish olsin qo'ydi. Gap yo'q. Hammasini. Mana akalar. Bo'lmasam narxini nima deymiz Sardor Bey? Buni narxini ko'p cho'zmaylik. Kunduz sig'ida qo'ydi ham charchatmaylik. Mazza qilib boqadigan qo'ylar mana. O'z ko'rgan odam bittada biladi qo'yni. Narxini. Buni narximi 8,5 deydigan bo'lsangiz to'xtatib qo'yaylik hozir shu yerda o'zida. 8,5 deysizmi? Ha, 7,5 deymi? 7,5 deysizmi? 7 million deymi? 7 million. Mana 7 million ne olursun? Akalar 7 million so'mdan nima deyapti? Tushadi Sardor Bey. Hali ancha tushiramiz xolos. Qimmatmi? Bozorga borursiz Zafar aka, eshitib turing. Mashqo'yda nech pul beray deyishadi bozorga borib. Hop. 8 milliondan kamaytsa qo'yib meni yonimga kelsin, uka mana buni odam bundaqa dedi deysin. Qo'ydimi aytaman-ku. Aytganimdan ham o'tiraman Mashqo'yda. 8 milliondan kamini aytsa, 8 milliondan beraman. Bozorga borsalaring narxini 8 milliondan kam aytsa yana arzonlatib beraman deyapti. Bo'lib tushib bering bir joyga Sardor Bey. Vohalarga ham dastlabkilar bor. Beraman, hamma yoqqa beraman. Bo'ldi. Yana o'tib beraymi? O'tib beraymi? Ha? 100 mingdan kamini olsa xayri Ey, bo'lsin. like bosishyapti. 100 minglik bola emasdi Sardor Bey. Like bosib qo'yishdimi? Like'ni birinchi bosib qo'ydi. Sizni hoji ona, hoji otalar duo qilib kommentariylarga ham yozishni bilmayman, lekin like'ni bosyapman deyishyapti. Bo'ldi, like bosib qo'yishgan bo'lsa, like-ga 200 ming qilib beraman. Shunda 6 million 800 ming so'mni olish olsa. 6 million 800 ming so'mlar. Akalar, nima deyapti? To'xtab turing, Zafar aka. Ha. Qo'lni beringda. Like-ni bosdimmi, lekin men hozir qo'y ola olmayman, lekin Xudo xolasa bundan ko'p Niyat olaman qilgan. degan niyat qilganlar bor. Aha. Inshaallohga yana 100 ming o'tdim, olishsin mana. 6 million 700 6 dan. million 700 ming so'mni olishsin inshaalloh. Akalar 6 million 700 ming so'mdan bir joyga. Shoshilib telefon qilaveradigan joy yo'q ekan. Haqiqatan gumburlatamiz akalar. Shoshib telefon qilaveringlar. Qo'y arzon bo'lmasa uylaringga borgandan keyin xotirjam nima deydi? U borgandan keyin ko'ngil holligi yo'q. Yoqmasa jo'nataveradigan qo'ylar. Libboy odamga yoqadigan qo'ylar mana akalar. Bo'lmasam Sardorbek keyingi partiyamizni o'tiramiz. Ketdik. Sardorbek salqinga qo'yib qo'ygan bir dona arashanni 100 ga 100 dan bor ekan-a Sardorbek. Bekitib qo'yganim bor edi. Majburlab chiqdingmi? Menda aytsa, sezon kelyapti. Beraylik xalqqa ham. Maza O'zimizda ko'p. Maza qilsin xalqimiz. Gap yo'q. Beraylik zo'rida. Akalar, bu hozir o'tgan qo'ylardan emas-da mana. Yo'q, bu uyimdagi qo'y. Uyimda turgan qo'y. Gap yo'q. Tozasidan zo'r. Tishini ham Zafar aka endi buzdi. Endi bu Haqiqatmi? hali yetkazmabdi. Eng qizig'ini aytaymi? Ishlashiga 100% deydi hamma. 1000% garantiya. 1000% garantiya. Dam olib 10 mil dam olib qo'radi. Quvmasa jo'natib berish olsa. Gap yo'q. Akalar, tumbarasizni nima deyapti? O ikkiga bo'lib qo'ygan-a buni. Yasab qo'yganda. Gap yo'q. Buni rassom chizib o'xshata olmaydi. To'g'risidan rassom Mana o'xshata olmaydi. buni 1000 hop 1,5 2000 unaqa narxlar yo'qmi Sardorbek? O'zi shunaqa qo'y. O'zi shunaqa qo'y. Lekin u narxi yo'q. Gap yo'q. Arzon qilib beringlar o'zimizda. Ha, yo'lda. Obunachilarimizga mazza qilib ishlatishsin buni. Siz topib olaverasiz. Zafar aka, 50 ta sovuqlikda, 100 ta sovuqlikda bemalol qo'shishaveradi. Akalar, yelkalarini qaranglar. Oq quloq, oq yuz haqiqiy tozasini olaman degan akalarimiz uchun quloqlar ham shalpon quloq. Belkalari bilan mana. Quloq joylashuvlari ham 54 90. 54 90 ga mana. Sardorbek bo'yini nechiga beramiz? Bo'yi metrda ham aka yonimga aytib oldi. Ya, metrda metringiz beramiz. Mana bu tuyoqdan, Aha. chiqqaniga olish olsin mana. Chiqqaniga olaverasiz. Tuyoqdan chiqqaniga olish olsin. Mana akalar. Mana. Böyle 90 pastda qolib ketyapti, mayli 90 ga olinglar. Mana 90 pastda qolib ketyapti akalar. Uzunligini qarang, mana. Yelkasidan. Mana. Mana misol minda qo'ylik, teskari qo'yib qo'yibmiz metrda. Mana. Mana. Pashti 1 akalar, mana yelkadan 1. Gap yo'q. Narxi nima deyapsiz Sardorbek? Narxini nima qilamiz? Narxini dollarga qo'yaman dedim, xalq mazza qilsin deb boshida aytdim, so'mga qo'yamiz. Bo'ldi. 1000 dollar bo'lganda 12 million so'm bo'lar ekan-a. Aha.
11,5 millionga qo'yib beraveramiz. 11,5 millionga. 11 million 500 ming so'mga ketaveradi. Mana. Akalar 11 million 500 ming so'mga garbonuslik turish deriski turishdan. Bu var bu, umuman bo'ynini egmaydi. Mana endi turadi, ko'rak ko'tarib janivars. Nech pulga beramiz? Bo'ladigan 11 million 500 ga beramiz. O'tib berasizmi? O'zi o'tib ber. Qilsa o'tib beraman. Sardorbek o'zi haqiqatan yaxshi narx, lekin o'tib bering buni bir joyiga. Masalan, bitta ikkita qo'yingiz yo'q-ku bayda, to'g'rimi? Zafar aka eshitib turing. 19 taga qo'shib olsin, u zot boshqa, bu zot boshqa. Ikkovini qo'shsa bolani bor berish. Yirtib bermasa. Ama hozir 19 ta chiqardik akalar. Hop, o'shanga qo'shib olsalaring bo'ladi. Shunda 20 dona bo'ladi. 20 dona. Bolani berishdi bor, yirtib beradi. Kelganda aytishadi. Uka haqiqatan qo'ydi, zo'rini beribsan deyishadi. Bolani bo'ldi 11 million 200 ming 11 million 200 ming berishadi Sardorbek. Dastlabki ham qilib beraman, ha. Dastlabkasini berasiz-da, ha, siz bo'yningizda-da. Bo'ldi beraman. 11 million 200 ga 11 million qolsa. 11 million so'm. Olsa, mayli, maza qilsin, dedik qanchalar. Ey, 11 million so'mga mana garbonusi bor, xudo xolasa, hamma joyi kelgan. Tuyoqlarni qaranglar, stakan tuyoq. Mana tuyoqlar уже ko'chiyapti. Buni kasaklariga e'tibor bering. Hamma tomoni cho'tki. 11 million so'mga yaxshi narx bo'ldi. Bo'lmasam Sardorbek keyingi partiyamizga o'tamiz, qolgan ma'lumotini telefonda gaplashamiz. Bo'ldi aka. Akalar, keyingi partiyamizga shalpon quloq hop boqsam foyda qilaman. Shu puli yengilidan beringlar degan akalarimiz uchun yerim bor, ozgina 10 sotik yer ham yetadi bu qo'zlarga akalar. No, yeb ichishlari, sog'liqlari bilan isboti bilan bo'lyapti. Mana dumba razrezlari, bu yerda cho'tki baldoqlari bor. Xudo xolasa hammasi zo'r. Ha, Sardorbek nima o'tirib oldingiz? Zafar aka, o'tirib pul tovodaga varianti bu. Ha, tashlab qo'ysa bo'ldi. Tashlab qo'yam, misol qo'yib, misol ko'cha tomonda ham hozir yer bo'ladi-yu, arada bo'yi bor. Eshikdanda aylantirib qo'ysa ham sohati o'zgaradi qani. Gap yo'q, akalar. Rasxod qilmasdan katta qilib olaman degan akalarimiz uchun mana tashlab qolsangiz o'zini o'zi qo'yib zo'radagan. Rasxodga bir qop kepak oldim deb yozib qo'ysa daftarga. Daftar oxiri bor kepak tugancha chirib yo'qib ketsa kerak meni. Gap yo'q, mana. Dangalda bir piyaladan kepak yeydi-da bu jonivorlar. Bir qop kepak oldim deb daftarga yozsa ekansizlar, bo'ldi, shu bilan qo'y katta bo'ladi deyishyapti mana. Akalar, bir dona qo'chqori 7 dona urg'ochishi ekan, Sardorbek. 7 dona urg'ochisi. Yeb ishi aytmasa ham bo'ladi. Buni so'ramay qo'ring, buni so'raysiz. So'rashamiz emas. Buni maza qilib qo'y qilib boqaman degan akalarimiz uchun oq yuz xudo xolasa kuchga to'lsa, basharalari appa bo'lib qoladi. Mana junlarning ichida emas, junni olsam kichkina bo'lib qoladi deb o'ylashmaysizlar. Hali ko'zga ko'rinib turgan variant bor, Zafar aka. O'shandan 15 kun, 20 kunlik kichkina xolos bular. Ha, narigi partiyada. Prosta ichidan misol qo'y hammasi baravar tug'ilmaydi-yu. 15 kun, 20 kun farqi bilan tug'ilgan-da bular. O'shalardan 15-20 kunlik kichkina xolos. Gap yo'q, akalar. Buni qaranglar, qo'ydi. 100 tuzilishi, xudo xolasa. Buni ko'p cho'zmaymiz. Necha oylik, Sardorbek? Ular 5 oylik edi, bular 4,5 oy, 4 oy atrofida. 4 oy atrofida. Ha, 4 oy, 4,5 oy atrofida. 4 oylik deylik. Bo'ldi. 4 oylik. Bu nech puldan beramiz? Puli ham arzon. Nech pul? Nargilar arzon-da. Bo'ldi, nech puldan beramiz? 4 milliondan beramiz. 4 million so'mdan. To'g'ri. Akalar, nima deyapti? 4 million so'mdan nima deyapti? Narx-navolar. Tushamizmi Sardorbek? Sho'ylikmi? Qo'yni yengillashtiramizmi yo 300 ta qo'y boqaverasizmi? Quloqni qarang, baldaxni qarang, qo'zda tashlashdi. Hammasini mo'zini qarang birinchidan. Akalar. Zafar aka, mana har bittasida uzib yedi, kitir qilib. Aha. Uzilib ketgan tomirlar ulanadi, mana eshitsa. Ulanadi, ha. Odamlar sigaret nos chekib kayf qiladi-da. Mana uni kayfi bor. Bu sigaret nos aroq bermaydi. Bu kayfini bermaydi. Mana haqiqiy naturalni kayf beradigan mana bu bo'ladi aka. Charchab deganingizda bor. Charchaqlar chiqib ketadi-da mana shuni tomosha qilib. Bo'ldi, buni bir joyga soting, o'tib beramiz Sardorbek. O'tib beraylikmi? O'tib bering. Bo'ldi, like-da yurakdan bitta qizartirib, mixlab qo'yishadi, 100 mingni o'tib beramiz. Ey, 100 minglik bola emas-ku, tangal. Qo'lni bering. Mana buni 200 ming so'mdan o'tasiz, ha deng. Boshqa gap so'z sig'maydi. Yonib ketadimi? Yoqib borasiz. Ha, pajar chaqirib akalar 3 million 800 ming so'mdan bir joyga telefon qilaverasizlar akalar, shoshilib. Chunki
qo'ylar suyagi ham zo'r, yeb ichish isboti bilan bo'lyapti. Shoshilib telefon qilaveringlar. Bo'lmasam keyingi partiyamizga o'tamiz, Sardor. Akalar, keyingi partiyamizga va so'nggi partiyamizga egiz qo'ydan zo'rini olib bering degan akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz akalar. Onasini qaranglar, turishini jonivorni o'zi 15 millionli 1000 dollarda ag'idagi qo'y o'zi. Lekin mana bu bolalariga qaranglar, quloqlarini, shalpon quloq. Ikkalasi ham Zapar aka. ikkalasi ham qo'chqormi? Ikkovi ham qo'chqor. Razrezlarini qaranglar akalar. Pon razrez dumbalari. Haqiqiy baraka degan narsa mana shular, Zapar aka. Gap yo'q. Alloh taolaning barakasi shu. Nima aytdim, qo'zlar qarang. Bu ikki qo'zini qarang, bir xilligini qaranglar. Jungularni olib tayyor boqishga. Quloqlar qarang, Zapar aka. Haqiqiy uzun shalpon qulog'ida. Ikkovini ham qo'chqor qilib olishadi. Tumshug'lari, garbonoslari hamma yo'q ekan. Mana akalar. Qo'ydi qarang. Mana shoq Zapar aka. Tushib ketadi bu mana qimillab turgan shoqdan. Ha, o'zi qurib qoldi o'zi. Bu razrezlar qarang, jonivorda. Akalar, Mana. dumba razrez uzoqroqda olganda ham. Ey, eng qizig'ini aytayim, bu ina qo'y borib bir xil qilib boqay ekan. Bu qarang. Ikkovini bir xil baqib qarang. Hozir ham emadimi ular? Hozir ham emadi. Hozir ham emib turadi. Quloqlar qaranglar. Qarang. Hozirdan quloqlar 19 bashti qaranglar. Shalpon quloq, jonivorlar. Haqiqiy yuzi toza. Onasi ham kichkina qo'ymasdi. Onasi nechtish? Onasi mana realni bo'lsin. 8 chiqmasmi? 4 tish qo'y. Akalar 4 Mana tish ochib ko'rsatib qo'ylar, realni bo'lsin. Birinchi bolalari. Birinchi bolasimi? Birinchi bolalari. Nima aytib? Qirg'izistonda Zapar aka. Aha. 2 tish bo'lganda qo'shadi, tug'adi 4 tishga o'tadi. Onasini dumba Keyin yana razrezlarini bitta qaranglar. qo'shishadi. Bu Akalar. semizida Zapar aka. Aha. Semizida ozg'aniga shunaqa bo'lib qoldi dumbasi. Bu hali dumba bor, mana endi ular. Ket. Ha, hozirsa pasayadi dumba. To'g'ri, afg'onga o'xshab olsa, lekin ortiqcha Yo'q, pasaymagan. osilmagan, tuni ham. Nega qo'zlarning quloq o'zi inasida ham uzun-ku. Inani qarang, shirinasi, uzunligi, joylashuvi hamma yo'g'i joyida. Kalla garbonos qarang, sovliqdagini. Akalar, undan ham zo'r, bundan ham zo'r bola olaman desalaring, bundan ham dahshat qo'chqorga qo'shinglar, xudo xolasa. Haliga chiqardim-ku, hozir qo'chqor. Aha. Aynaqaga qo'shsa yonib ketadi, ishonaver. Hali 11 millionga qo'yilgan qo'chqor. Bundan oldingi partiya qo'yilgan, ana bunga qo'shsa yonadi haqiqatan. Akalar, mana buni narxini nima deymiz? Arzonbek qo'shoyga. Qo'yimiz serap, narxi arzon. Nech pul qilib berasiz? Bunimi? Bir joyga olib qo'ysin, hoji bolamiz. O'sh 6 milliondan bo'lganda 18 million bo'lar ekan-da uchalasi. Aha. 17 millionga ketaveradi. 17 million so'm. To'xtab turing. 16,5 millionga ketsa, shunda 5,5 milliondan bo'lar ekan. Akalar, nima 5 deyapti? million. Hozir ham emadda, hozir ham emadi mana. Hozir ham emayapti. Gap isboti mana. Gap yo'q. Mana. Buni o'tib beramizmi Sardordek? Yaxshi narx 5,5 milliondan 16,5 million 3 ta qo'y. Bu qaranglar Mana akalar. bu qarang, bir tomon o'ta mehribon ekan, Paqqalar onasi. deyapti. Hali gap yo'q. Arzonlatib beraylik Sardordek bo'ladi. Bu qaranglar akalar. 16,5 million. Mashalloh, qaranglar, katta qo'chqor o'qib qolsa ham yemishini qaranglar. Jonivorni. Bular hali yoshda buni qo'zilar. Necha oylik bular? Bular 3 oylik narsa, 3 oyda shunday qilib qo'ygan. Bular hali 5 oylik bo'lsa, voy ko'ring, mana shular 1 metrlik bo'ladi. O'tib bering, puldan. Puldan o'tib bering. Bo'pti, video. Hali akalar, bu qaranglar qo'ylarni, udorlar, shalpon quloqlari bor Bu ekan. etinchi ko'ramiz. Aytdimmi videoda boshida ham. Bu etinchi ko'ramiz. Buni oxiri qilamiz. Nima aytib qo'yimiz ko'p kun isib ketyapti Zapar aka. Tez joylaylik videoni. Bo'ldi. Bo'ldi. Olisi videoni oxirida 200 ming so'm o'tib beray. Ya'ni o'tmadi, o'tmasin, 200 ming so'm o'tib beray. Toppa to'g'ri qilaylik, Sardordek. To'g'ri Zapar aka. Unda bizga ham chichadan foyda qilsin. Foyda qilsin, mayli yo'q endi. Tushib beryapman, mayli xalq mazza qilsin deb tushib beryapman. Oq yuzlik. Mana. Hali ham yemyapti. Voy, o'tib bering, buni bo'pti. Bir joyga olsa mazza qilib o'qishadi Sardordek. Laxtaq qilmaylikmi? Laxtaq qilmang, bir joyga. Laykni bosib, Yaqinlarga kimga yetkazib qo'y kerak bo'lsa o'shalarga jo'natib qo'yish. Gap yo'q akalar. Hali bu bir marta, ikki marta emas, bolasi yana 3-4 marta olaverasizlar bemalol. 6 marta olishadi. 6 marta olishganda ham 12 ta qo'zi bo'ladi. Rosa kuchga kelyapti turgan paytda mana gap yo'q. Bo'lmasa akalar, videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz sog'lig'imizga Alloh baraka bersin.